Ben shu yerda sizga fe'l nimaligini tushuntiraman. Qarang, fe'l bu nimadir qil degani. Misol uchun ushla, tur, o'tir, gapir, eshit, qara, yoz, kir, chiq, bil, o'rgan yoki o'qi, och, yop, eshikni och, yop bor-ku, yoki yur, yugur, hayda, uch. Mana shu hammasi nima ekan? Shu fe'l deyiladi. Siz bu darsda, birinchi darsda fe'lni o'rganasiz. Endi qarang, fe'lga hozir men eng ko'p ishlatiladigan 10 ta fe'lni aytaman. O'shani yodlab olishingiz shart keyingi darsga o'tguncha. Keyingi videoda men bo'lsa, yana 50 tacha fe'l beraman sizga. Har kuni yodlaysiz. 5 kunda yodlashingiz kerak 50 ta fe'lni. Xo'p, qarang. Birinchi fe'l bu go. Qaytaring. Go. Go. Go degani bor, ket. Go. Qaytaring. Go. Keyingisi come. Ayting. Come. Ketimdan qaytaring deganda qaytarasiz. Xo'p, come. Come. Kel degani bu. Kel. Keyingisi eng zo'r bu get. Get. Qaytaring. Get. Get ni ko'p tarjimalari bor. Misol uchun birinchisi ol degani. Get. Qaytaring. Get. Ol. Olmani olmoqchisiz, olasiz. Get qilasiz. Keyingisi tushun degani. Tushundim demoqchi bo'lsangiz yoki men seni tushunaman demoqchi bo'lsangiz o'shanda get ishlatiladi. Qaytaring. Get. Get. Shunda ikkita bo'ldi. Get birinchisi ol, keyingisi tushun, keyingisi yetib ol degani. Yetib ol, qaqqadir yetib olmoqchisiz. Misol uchun, og'ayni betdan chetga qanaqa yetib boramiz, qanaqa yetib boriladi deganda get so'zini ishlatamiz. Hop, get qaytaring. Get yetib ol degani. Keyingisi bo'lsa tut degani. Misol uchun tutib olasiz, nimadir tutib ushlaydigan ma'nosida get. I got you. Men seni tutdim. Men sen o'sha internet tutayotgan bo'lsa, men shunda ushlab oldim. I got it. I get it. Men buni tutyapman. Tushundingizmi? Get qaytaring. Get. Shunda getda nechta ma'nosi bor ekan? 4 ta. Birinchisi ol, get qaytaring. Get. Ol, tushun, yetib bor yoki yetib ol. Keyingisi tut. Endi keyingisi know qaytaring. Know. Kasini o'qimaysiz. Know. Know. Bil degani. Misol uchun I know. Men bilaman. You know. Sen bilasan. Ko'ryapsizmi? Know. Know. Endi bizda 4 ta bo'ldi, adashmasam. Keyingisi give qaytaring. Give. Give. Bu ber degani. Give. Give. Keyingisi buy qaytaring. Buy. Buy. Sotib ol degani. Buy. Buy. Endi sell keyingisi. Sell. Bu sot degani. Sotuvchi sotadi, klient sotib oladi. Klient buy qiladi, sotuvchi sell qiladi. Tushundingizmi? Sell. Keyingisi och degan so'z, bu open qaytaring. Open. Open emas, open. Esini o'qiysiz. Open. Nimaga bunaqa yozilganligi o'qimayapmiz? Ibrohim ustoz desiz, qanaqa yozilsa, unaqa o'qimaymiz, ingliz tilida. Mana open deb yozilgan, open deb yodlang shuni. Bo'ldi. So'zlarni sekin 200 ta 300 ta qilib yodlaganingizdan keyin o'sha farqlarini tushunib olasiz qanaqa o'qilishlarini. Xo'p, open qaytaring. Open och degani. Endi yop demoqchi bo'lsangiz, eshikni yop. Close qaytaring. Close. 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 Yop. Endi keyingisi o't. Mana o'tib ol, o't bor-ku, o'sha pass qaytaring. Pass. 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 Qaytaring. Pass. Buni ikki xil tarjimasi bor. Birinchisi o't degani. Mana shunday chetdan o'tib keting yoki ana bola betdan o'tib olsang, iltimos. O't. Endi ikkinchi ma'nosi bo'lsa uzatib yubor degani. Uzatib yubor. Uzr, menga shu tuzni uzatib yubora olasizmi? Pass ishlatiladi. Qaytaring. Pass. Pass. Endi eng muhimi, eng zo'ri bu order. Qaytaring. Order. Qarang, order deb yozilgan, r ni r demaysiz, order. Order emas, order. Der degan e ni ham aytmayapmiz. Order, qaytaring, order. Zakaz qil degani. Misol uchun men zakaz qilishni xohlayman demoqchisiz. Order, qaytaring, order. Eng muhimi yana bitta want, qaytaring, want. Want.
Bu xohla degani. Want to bilan keladi. Want to, qaytaring. Want to, nimadir qilishni xohla. Misol uchun zakaz qilish xohlayman demoqchi bo'lsangiz, I want to order. Men zakaz qilishni xohlayman degan. Qaytaring. Men want to order. Men zakaz qilishni xohlayman. Nimani zakaz? Pizza bo'lsa, pizza, hamburger bo'lsa yoki sandwich bo'lsa yoki cola bo'lsa, choy bo'lsa tea. Tushundingizmi? I want to order etasi nimaligini. Bo'ldi, oson. Mana shu fe'llarni yodlang, yozib oling daftaringizga. Keyingi videoda men 50 ta eng ko'p ishlatilgan fe'lni yozaman doskaga. Uni yozib olib turib yodlaysiz. Shu 50 ta fe'l bilan bo'ldi. Mana shu kursni tugatamiz. O'shani cho'tki ishlatishni o'rganib olasiz. Xo'p, Ramazonni, hayitni 3-kunigacha onlayn kursimda skidka uni o'tkazib yubormen. Siz o'shanda ingliz tilini 0 dan 5-6 oyda bemalol gapiradigan darajada o'rgana olasiz va uni 0 dan zo'r darajaga chiqara olasiz. Zo'r fundament bo'ladi sizga. Muammo, grammatikada muammolar bo'lmaydi. Tanla, pick, ushla, hold yoki catch. Endi mana shu hold bilan catch farqi bor. Hold bu ushla yoki ushlab tur. O'sha hold degani. Endi ushab ol demoqchi bo'lsak, koptonni bitta otdim, ushab oladi-yu, u catch bo'ladi. Farqi shunda. Hold bo'lsa nimadir ushab tursangiz hold qilayotgan bo'lasiz yoki nimadir unda ushlamoqchi bo'lsangiz hold bo'ladi. Endi yana bitta fe'l bor, bu touch. Qaytaring. Touch. Touch degani tegi degani. Bunda tegsam bu touch bo'ladi. Uni ushab olsam hold qilgan bo'laman. Tushundingizmi? Endi avtobus yoki taksini shunda usha olmoqchi bo'lsangiz catch the taxi deysiz.